Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мы сегодня на нашем очередном объекте. Егорjon! Hammaga assalomu alaykum. Bizda bugun zo'r xabar. Biz sizlar uchun yangi quriladigan kottejlarni bugun ko'rsatib beramiz. 3 Qahramon postidan atigi 5 kilometr uzoqlikda joylashgan. Salon kirib kelganimiz bilan mana bu yerda daroza bo'ladi, mana bu yerda kirish bo'ladi, mana bu yerdan kottejlarimiz o'raladi, o'zini hovlisi bilan bo'ladi. Bu 1.8 sotuvga tushgan etaj, 2 podval va полноценный mansarda полностью plitadan iborat. Har qavat. Bitta ko'ravering. Давай. Ko'rsating Егорjon, bu yerda necha kvadrat o'zi? Xullas 1.8lik kottejlarimiz 440 kvadratda. Егорjon, mana manzarani. Obunachilarga ko'rsat, manzarani ko'rib bir maza ko'r. 1.8 sotuvli kottejni tepasida biza narigi 2 sotuvli, 2-3 sotuvli kottejlarimiz. Xullas narxiga keladigan bo'lsak, 1.8likni narxi 110 ming, 2 sotuvli narxi 120 ming, 2-3 sotuvli narxi 150 ming, 1,5 sotuvlikni narxi 70 ming, u kotlovan holatida, rassrochka ham bor. Bitta manzarani ko'rsating, obunachilarga xayrlashib qolamiz sizlar bilan. Xayr, salomat bo'ling. Atigi 5 kilometr.